Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli harakat ishtirokchilari. Biz ayni damda Jizzax viloyatining Arnasoy tumanidamiz. Arnasoy tumani xabaringiz bor, chorva mollarini boqish faoliyati bilan keng shug'ullanuvchi tumanlarimizdan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jalik faoliyati bilan ham ko'p keng shug'ullanishadi. Shularni inobatga olgan holda tuman yo'l harakat xavfsizlik bo'limi hamda tuman hokimligi tomonidan tuman hududidan o'tuvchi avtomobil yo'llarida aynan chorva mollari bilan bog'liq sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida mana o'zingiz ko'rib turganingizdek chorva mollarini maxsus maketlari ishlab chiqildi. Endilikda ushbu maketlar chorva mollar qatnovi yuqori bo'lgan, yo'lni kesib o'tishi mumkin bo'lgan qismlarga o'rnatiladi va shu yerni ushbu qismlarda harakat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari ushbu maketlar tungi vaqtda ham haydovchilarni hushyorlikka chorlash vazifasini bajaradi, chunki ushbu maketlarimiz e'tibor qaratadigan bo'lsangiz maxsus nur qaytaruvchi plyonkalar yordamida ishlangan. Transport vositasini yorug'lik tizimi tushgandan so'ng albatta haydovchiga aksincha mana yorug'lik qaytaradi va harakat xavfsizligini ta'minlashga da'vat etadi. Qolaversa, tuman yo'l harakat xavfsizlik bo'limi tomonidan tuman hududidagi 5 ta keskin burilish qismlarida va boshqa yo'l uchastkalarida tungi vaqtda ham harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida maxsus ko'k va qizil rangdagi mayoqchalar ham o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Albatta, bu kabi olib borilayotgan ishlar transport vositasi harakat xavfsizligini ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishga xizmat qiladi va shu o'rinda barcha haydovchilardan o'zlarini ham yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.